davri qiynaydigan mana shu yaqin insonlaring keladi-da. Boshqasini qilib berasan, cho'tka qilib berasan, yaxshi narsa qilib berasan. Mehnating qadri bo'lmay qolar ekan-da, pulni bermay ketaverishadi. Shunaqa narsalar. Mashka telefon qilsang ko'tarmaydi. Boshqa nomerdan qilsang ko'tarib qoladi, gapirsang o'chirib qo'yadi. Bunaqa odamlar ko'payib ketdi. O'shaning uchun bunaqa insonlarga yetadigani birov bari mehnat qilyapti. Astoydil qilib beryapti, yaxshi qilib beryapti, qadriga yetish kerak g'ab. Odam mehnatining qadri bo'ladi g'ab, to'g'rimi? O'shaning uchun iloji boricha kinetdan joyda olib qolaylik. Ertaga inningga tashab ketaman desa, ruxsat bermaylar unaqa narsaga. Bo'lmaydi. 100% bu kelmasligi ham mumkin. Menda bir 98% kelmaydi. Faqat telefon qilib bezovta qilasan, bo'ldi. Yana telefon qilganingda sen bilan shunaqalari bor, qo'pol muomalada bo'ladi. Nima deyishni bilmaysan, boru. Nima deyishni bilmaysan. Biladi nimaga qilayotganingni o'sha odam. Nima pul so'rab qilayotganingni ham biladi. Lekin jinnini yoqadi, boru. Keyin kechora qolasiz. Boshqa nima qilasan, oxiratga olib qo'yasan. Bu yerda olamasang, yo'da aniq olasan. To'ppa-to'g'ri aka.